Düşelim, gezelim, gezelim, keşfedelim, gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarihin peşine düşelim. Ola qol Mahmud, bular buvangni buyurtmalari. Bitta sovun, yarim kilo guruch va sariyog'. Yana u narsa kerakmi? Ha, baqqol amaki. Yana qizil taxta pechenyelardan olishni istayman. Buvam ishlatishim uchun pul berganlar. Istagan narsamni olishimga ham ruxsat berganlar. Chipsdan tashqari albatta. Shunday degin. Ola qol, osh bo'lsin. Buvangga salom ayt. Va alaykum assalom. Ya laylakvoy, butun odamlarning diqqatiga. Diqqat, diqqat. Laylakni osmonda emas, yerda ko'rdik. Nazarimda bu yilgi uchishlar bekor qilingan ko'rinadi. Kayfiyating choqqa o'xshaydi. Nima qilyapsan? Buvang baqqolga jo'natdilarmi? Ha, shunday. O'zimga ham taxta pechenye oldim. Senga ham bitta olib beraymi? Birga yeymiz. Juda ham yaxshi ko'raman. To'xta Mahmud, to'xta. Menga olma, yemayman. Yegandek bo'ldim deb hisoblaymiz. Nima qilding? Yegandek bo'ldim deyapman. Faraz qil, shokoladni yedim. Shunday tasavvur qilaylik. Yegandek bo'ldim. Mayli-kuya, nimaga yegandek bo'ldim deyapsan? Rostdan ham olib beraman-ku. Buni senga tushuntirishim uchun sen buvangni xarajatlarini elitib qayt. Seni shu yerda kutaman. Birga bir joyga boramiz. Alloh Alloh. Mayli, 5 daqiqada qaytaman. Xo'sh, laylakvoy, peshin namozini ham o'qidik. Endi masjid tarixini aytib berasanmi? Juda qiziqyapsan shekilli. Mana bu yerga qara. Masjid tarixi yozilgan. Taxminan 17-asrda o'rtahol bir kishi o'sha atrofdagi ibodatxonalarni ko'rib, o'zi ham jome masjidi qurishga ishtiyoq qiladi. Shu tariqa 20 yil mobaynida pul ajratadi va mo'jazgina masjid qurish niyatini amalga oshiradi. Niyat xolis, qasd tayin, ishtiyoq qat'iy bo'lgani sabab Alloh maqsadiga yetkazadi. Chunki uning niyati, orzusi shu masjid edi. Demak, yeganday bo'ldim dedi. Aslida-chi, yemadi. Natijada orzusiga yetdi, shundaymi? Yeganday bo'ldim deb oladigan narsasining pulini bir idishga yig'ib borar ekan. Shunday qilib, ko'p pul yig'ibdi. Yig'gan puliga shu masjidni qurdiribdi. Misol uchun, shokolad yegisi kelyapti. Yeganday bo'ldim. Juda ham shirinlik yegisi kelyapti. Yeganday bo'ldim. Bugun ertalabdan ko'ngli qovurilgan tuxum yeyishni istayapti. Qovurilmagani bo'la qolsin. Yeganday bo'ldim. Shu tariqa anchagina pul yig'ib qo'yadi. Baqqol amaki, buvam bir paket tuz so'rayaptilar. Marhamat, ol. Yana nima beray? Haligi menga ishlatishimga pul ham bergandilar. Xohlagan narsamni olishim mumkin. Masalan, mana bu pechenyeni. To'xtang baqqol amaki, to'xtang. Olmayman. Yeganday bo'ldim. Baqqol amaki, idish tovoq parashogi bormi? Bor mana. Yana nima beray? Taxtali pechenye. Yo'q. Yeganday bo'ldim. Baqqol amaki, buvam makaron so'radilar. Marhamat, yana nima beray? Haligi yeganday bo'ldim. Ya'ni ichganday bo'ldim. Mana bu makaronni puli. Rahmat. Baqqol amaki, bir non bilan bitta Bitta nima? Kreykermi? Bitta yo'q, nonni o'zi yetadi. Kreykerni ham olsam bo'lardi-yu, lekin yeganday bo'ldim. Shunday gaplar laylakvoy. Yeganday bo'ldim masjidi tarixidan juda ham ta'sirlandim.
O'zim ham shunday masjid qurdirishga qaror qildim. O'shandan beri yeganday bo'ldim deb, buvam bergan pullarni to'pladim. Hammasi shu yerda. Sen nima deysan? Masjidimni qayerga qurdirsam ekan? Sulton Ahmadga o'xshab o'ylanib qoldim. Shundoq ham Istanbulning ahamiyatga loyiq joylarida masjidlar bor. Yo Sulton Salimga o'xshab Edirnega qurdirsammikin? Oh, meni ko'ngli toza, xayrsevar Mahmudim-a. Anchagina pul yig'ib qo'yibsan-ku. Ikkita masjid qurdirsammikin yo? Mahmud, senga aytsam, bu pullarga, ya'ni buncha pulga masjid qurdira olmaysan. Lekin o'sha kishi masjid qurdirgandi-ku. U butun hayoti davomida to'plagan. Chiroyli mashinacha olsak-chi? Orqa mahallada bir yetim bola bor. Ismi Salim edi. Salimni oyisi qiynalgan ayol edi. Salim gapirmaydi-yu, lekin shundayligini bilaman. Yaxshi, yegandek bo'ldim mashinachasini olib borib Salimga hadya qil. Senga hadya olgim keldi deysan, ham uni ko'nglini og'ritmagan bo'lasan, ham uni quvontirgan bo'lasan. Keyin uyga qaytganingda o'ynagandek bo'ldim deysan. O'ynagandek bo'ldim degin, ajoyib fikr-ku bu. Qani yur o'yinchoq bozoriga boraylik. To'xta Mahmud, shoshma. Voy xudoyim, meni ham kutib tur. Yugur.